Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo Alloh taolaga beadad shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga durud va salovatlar bo'lsin. Sharq Turkistonda yashab o'tgan Musaboyevlar avlodlarining kambag'allarga, urug' tuqqanlarga qilgan savobli ishlari shularning ruhlariga hamroh bo'lsin. Bu filmni qilishda maqsad o'sha tavarruk zotlarining ulug' Makka Madinada yaxshi niyatlar bilan qurib qoldirib ketgan imoratlarining muraskarlari bo'lmish O'zbekistonda yashovchi o'shalarning navra-chavralarini tanishtirishdir. Musaboyevlarning asl yurti Qashqar shahar, Otush viloyati. Ularning 7 avlodi shu yurtda tug'ilib o'sgan. Ular dehqonchilik, tijorat, korxonachilik, chorvachilik bilan shug'ullanganlar. Ularning avlodlari ichida chet el bilan savdo qilishni birinchi bo'lib Abdurasulboy boshlab bergan va butun dunyoga Musaboyevlarni mashhur qilgan. Abdurasulboy o'z navbatida o'g'li Musaxojimni o'qitib, bilimlik, qobiliyatlik, egalikni boshqara oladigan qilib tarbiyaladi. Musaxojim otasini ishlarini davom ettiribgina qolmasdan, u savdo-sotiq ishlarini O'rta Osiyoda, Turkiyada, Germaniyada va Arabistonlarga borib davlatlar aro miqyosida ishlarni yuritgan. 1885-yili Ilm Kurada terini qayta ishlash korxonasini qurganlar. Bundan tashqari otasi Abdurasulboy 300 mo yerni va 50 ming dona molni meros qoldirganlar. Musaxojim esa o'z navbatida 3 ayolidan 6 o'g'il, 2 qiz ko'rganlar. Bularning ichida otasi Musaxojimning ishlarini farzandlaridan Husayn Xojim va Bovdunboy davomlashtirgan. 1896-yildan to 1906-yilgacha bo'lgan vaqt ichida aka-ukalar mamlakatning ichki sirtdagi savdo ishlarini yurgizish bilangina qolmasdan, Shinjondagi sanoatni ham rivojlantirish maqsadida 1906-yili Ile-Kura shahridagi zavodni zamonaviy texnika bilan ta'minlash maqsadida Germaniyada eng zamonaviy texnika bilan terini qayta ishlash zavodini butunlay sotib olib, Ile-Kuradagi zavodga o'rnatdi va uni ishlash uchun maxsus elektrostansiya qurdirib, 500 kishi ishlaydigan zavodni ishga tushirdi. Bu zavod mahsuloti bilan Rossiyaning butkul Turkiston rayonini, Moskva shahrini, Sankt-Peterburgni ta'minladi. Shunday qilib zavod kapitalini 1 milliard 562 million so'm mahsulot puliga va 23 million 161 ming Meksika puliga ko'tardi. Husaynboy Xojimning 4 ta o'g'li bo'lgan. Ya'ni Sobit Musaboyev, Oblis Musaboyev, Mijit Musaboyev, Talat Musaboyev. Husaynboy Xojimdan yuqorida aytilgan o'g'illariga 843 million 554 ming mahsulot puli va 12 million 507 ming Meksika puli meros bo'lib qoldi. O'g'illaridan biri bo'lgan Mijit Musaboyev o'z oilasi bilan O'zbekiston poytaxti Toshkentga chiqib, shu joyda vafot etdi.
Mejit Musaboyevning ayoli Shamshqamar Musaboyeva, Bovdunboy qizi. Shamshqamar Bovdunboy qizi 1991-yil. Shamshqamar Musaboyeva o'z o'g'illari bilan birga. Shamshqamar Musaboyeva. O'g'li Olchin Musaboyev. O'g'li Pavzi Musaboyev. O'g'li Arslon Musaboyev. O'g'li Yolchin Musaboyev. O'g'li Tavfiq Musaboyev. Bovdunboyning katta qizi Pochigul Jovud o'g'li bilan. Mejit Musaboyev. Mejit Musaboyev 1970-yil. Bovdunboyning katta qizi Pochigul, kelini Narkas. Bovdunboyning qizlari Shamshqamar Musaboyeva, Pochigul Musaboyeva. Mejit Musaboyevning katta o'g'li Olchin bilan Oytekin Musaboyevaning to'y murosimi. Mejit Musaboyev, Bovdunboyning qizi Ruqiyagul, Husayn boyning o'g'li Oblis, Musaboyeva Oytekin, Bovdunboyning o'g'li Fuat. Bovdunboy Musaboyevning 4 ta o'g'li va 4 ta qizi bo'lgan. Bular Ismoil Musaboyev, Abduqayim Musaboyev, Abdulloh Musaboyev, Fuat Musaboyev va 4 ta qizi. Musaboyeva Maryam Bovdunboy qizi, Musaboyeva Safura Bovdunboy qizi, Musaboyeva Ruqiyagul Bovdunboy qizi, Musaboyeva Shamshqamar Bovdunboy qizi. Bovdunboy Musaboyevdan farzandlariga 718 million 583 ming mahsulot puli, 10 million 654 ming Meksika puli meros bo'lib qoldi. Musaboyeva Safura Bovdunboy qizi. Safura Bovdunboy qizi 2008-yil. Safura Bovdunboy qizi va o'g'li Shavkat Musaboyev. Shavkat Musaboyev 1989-yil. Musaboyev Favzi.
Musabayeva Maryamning qizi Maqbara. Bovdunboyning qizi Safura va uning o'g'li Shavkat Musabayev. Musabayeva Maryam Bovdunboy qizi. Bovdunboy qizi Maryam turmush o'rtog'i Yunusov Mahmud. Musabayev Bovdunboyning turmush o'rtog'i Robagul. Musabayeva Bovdunboy qizi Shamshqamar. Musabayeva Bovdunboy qizi Ruqiyagul. Musabayeva Maryamning qizi Maqbara. Musabayeva Maryamning qizi Maqbara. Musabayev Bovdunboyning ikkinchi turmush o'rtog'i Xadicha xonim. Husaynova Maqbara. Maryamning qizi 1970-yil. Maryamning qizi Maqbara 2007-yil. G'ani Karimov Maryam qizi Maqbaraning turmush o'rtog'i. Maryam qizi Maqbara o'z oilasi bilan. Maqbarani qizlari Nilufar va Dilnavoz. Maqbarani o'g'li Adham oilasi bilan. Maqbaraning turmush o'rtog'i G'ani Karimovning qabrida o'g'li Adham o'z oilasi bilan va qizi Nilufar o'z oilasi bilan. Musabayeva Maryamning qizi Maqbara, o'g'li Adham va qizi Nilufar bilan. Musabayeva Maryamning qizi Maqbara, qizlari Dilnavoz va Nilufar bilan. Man
1934-yili G'o'lji shahrining Uchdarvoz mahallesida tug'ilib cho'ng bo'lganman. Shu vaqtdagi 5-maktab deb atalgan maktabda o'qigan biz. 2-sinfda, 3-sinfda o'qiyotgan paytimizda shu Uchdarvoz mahallidagi G'anikam degan Eljon Qarkamning o'g'li Uchdarvoz 1-ko'chaning do'xmisida turadi, ularning uyi bor edi. Shu maktabda o'qituvchilik qilib bizga ta'lim bergan. Endi G'anikamniki oila tomonidan olgan chog'da Eljon Qarkamning o'g'li bularning ona jematin Sanboyojim Bovdunboy ikkisi okuki bo'lgan. Cho'ngi Sanboyojim enisi Bovdunboy. O Bovdunboyniki qizi Maryam Xindam. Maryam Xindamning qizi Maqbirdam. Ularning farzandi mana Adham. Bular hammasi shu Uchdarvozda tug'an. Bularning bir tomoni Musaboyevlar bo'lsa, bir tomoni Sabir Hajiyevlar ham taqishib ketdi bularniki. Tufayli men bularni kichigimdan tortib, shu mahallada cho'ng bo'lganligim uchun ulardan ta'lim olib, shu mahallada yurganligim uchun ancha-muncha narsa esimda qolgan. Men G'anikamni yaxshi asraydigan vaqtimki, keyin Shuvlat inqilobi boshlanib ketib, harbiyga xizmatga kirib ketgan paytda mayor zvaniyasi bilan xalqning ichida nom chiqargan yigitlardan birisi bo'lgan. Ularning bir inisi ham bor edi, Hamid Husayn degan yaxshi adabiy tanqidchi, jurnalist bo'lgan. O kishini keyingi paytlarda yangi kelgan hukumat, ko'mindan hukumatidan keyingi paytlarda qo'lga olib, turmalarda umri shati o'tib ketdi. Mana o'g'li Adham, G'anikamning o'g'li, Maqbirdamniki o'g'li Adham bilan biz Toshkentda Mashhad birga yashaymiz, ko'pdan beri bir-birimizni izlaymiz, tashlamaymiz. Chunki oti ko'rgan, oni ko'rgan, hammamiz bir-birimizga mehribon qarindosh bo'lib ketganmiz. Bugun Adhamningki bola chaqasi oilasi Toshkentda yashaydi, bizdan bordik, keldimiz bor. Oilasi bilan ko'pdan beri birga biz. Bular biz bilan bir avlodda Xudoga andi bo'lishib, bir yaqin Sabir Hajiyevlar, bir yaqin Musaboyevlar, bir yaqin Bovdunboylar hammasi bizning ona jamiyatimizga tortishib ketgan joylarimiz bor. Xudo tanishligimiz bor. Men Erpan To'xtayev asli G'o'ljilik bo'lib, O'zbekistonga 1963-yilda ko'chib chiqqanman, ota-onam bilan birga. Hozir O'zbekistonda yashayapman va O'zbekiston Davlat tarixi muzeyida katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Va bu yerda kandidatskiy zashit qilganman. Shu bo'yicha tarix fanni kandidati hisoblanaman. Mening G'o'ljida o'tgan hayotimda men Maqbirat opani yaxshi bilaman, Maqbirat adani. Chunki Maqbirat ada bizga yaqin turardi. Ular Uchdarvoza, G'o'ljining Uchdarvoza birinchi ko'chasida turgan bo'lsa, biz Novgorod degan shu Uchdarvozniki qarshidagi tomondagi joyda Novgorod degan joy bo'lgan, shu Novgorod turardi. Maqbirat ham o'ziniki avlodi tomonidan Musaboyevlarga yaqin. Ma'lum menimcha Musaboyevlarningki shu Maryam degan qizininki qizi bo'lib hisoblandi. Shu tomonlarni ba'zida men anglaganman, bilaman. Undan boshqa Maqbirat ham yosh vaqtlarda bizning cho'ng hadlarimizdan birga do'st bo'lib, birga yurgan, choy o'ynaganligini bilaman. Shuning uchun adam bilan aloqalar bo'lgan. Undan boshqa Maqbiratamning yaxshi bilishimning sababi Maqbiratamning yo'lchi G'ani Karimov mening cho'ng akam Abdurasul bilan yaqin aloqador bo'lgan. Cho'ng akam Abdurasul ham ularning avlodidan bo'lgan Qur'onjon polkovnikniki prikazchilardan bo'lgan, tekaz kunasdagi mol chorlariga shularga qaraydigan, yordam beradigan odamlar bo'lgan. G'ani Karimovning inisi bo'lgan Hamid Karimov degan. Hamid Karimovni yaxshi bilaman.
u yerlarda rus tili bo'yicha shu chog'larda mutaxassis bo'lgan, rus tilini nihoyat yaxshi bilgan shu yerdagi ziyolilardan birisi bo'lgan Hamid Karimov. O'zining oxirgi davrlarda u G'o'lji konsulxonasida tarjimon bo'lib ishlagan odam o'zi. Lekin 1962 yildagi G'o'lji voqealari, ya'ni Qoshqoshlardan keyin ba'zi Xitoy hukumati bularni Qoshqoshlarni uyushtirgan shu G'o'lji konsulxonasidagi odamlari va Hamid Karimovlardan gumonlanganlikdan ularni qo'lga olgan. Natijada shu qo'lga olish natijasida bular turmaga yetib, oxiri shu turmada